Mana uyda xudo xolisa shashlik time. Shashliklarni sixlash jarayoniga tayinlanyapti. Taxminan mana shunday qilib ovurasalar, где-то bir 80 grammdan to'g'ri kelaveradi. Bu hammani qo'rasi katta emas. O'shanga 80 gramm, 75 grammdan olinsa, qiymalarni bo'lib oldi mana. Qo'lni ho'llab turib, ikkita uchini zamoj qilib sixlanadi. Ikkita barmoq bilan bundoq qilsanglar, iz tushiradi. Mana shunaqa holatga keladi. Ikkita uchini tepasini, pastini zamoj qilishinglar kerak. O'shanda qisqarmaydi qiyma, keyin oqib tushmaydi. Ko'pchilikning xatosi bu. Sixlash noto'g'ri sixlanadi, o'shani hisobiga oqib tushadi mana. Ko'pchilik mana shunaqa holatda sixlab qo'yadi. Bu yog'i ham zamot bo'lmagan. Keyin suv tegandan keyin oqib tushish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Loy! Bu loy emas bu. Qiyma bu. Shashlik. Molades. O'zimiz mana shashlikning ichida bo'lib turib, bolalar nimaligini bilmayapti mana. Qiymani loy bo'lyapti. Shashlik pistimi? Endi pishiramiz, o'g'lim. O'zing pishirib berasanmi? Bo'pti, ha. Shuni zamok qilgandan keyin qiymani holati mana shunaqa. Bundoq qilsa ham mana ochilib ketmaydi. Mana zakonning joyida turadi. Lekin bundoq qilsangiz, mayoqdan ochilsa, demak oqadigan holatda bo'ladi. Agar bunaqa holat bo'lsa, morozelkaga tiqib 15 minut qotiraverasizlar. Ke? Dan zeki. Vay, yutqizding. Endi sen pishirasan endi. Ijozimiz bo'ladi, ha? Mazasiga gap yo'q. Kelib olib, yeb ko'rmaguncha bag'ir bilinmaydi bu. Nima? Nina, puto. Buni nima qiladi? Deki pizzalari. Ha, malades. Endi ko'mirlarni qo'yib oldi, 15 minutda tayyor bo'ladi. Shashlik yeymiz.